Assalomu alaykum. Bugungi darsni boshlashdan oldin o'zimni tanishtirib o'taman. Abdullayev Bunyod Ukirovich, iqtisod fanlari falsafa doktori, tarmoqlar kafedrasiman. Bugungi o'tiladigan mavzumiz statistik ma'lumotlarni tasvirlash metodlari. Bu mavzuga 3 daraja qo'yganmiz, ya'ni birinchi rejamiz statistikada jamlash turlari va mohiyati. Ikkinchisi guruhlash metodi, ya'ni ahamiyati va turlari bo'yicha. Uchinchisi statistik jadvallar va graflar bo'yicha bugun gaplashamiz sizlar bilan, hurmatli o'quvchilar. Demak, statistik jamlash nima? Ya'ni turlari va mohiyati. O'rganilayotgan hodisa bo'yicha statistik kuzatish, o'tkazish natijasida u haqda ko'pdan ko'p turli-tuman tarqoq ma'lumotlar to'planadi. Bu ma'lumotlar asosida hali hech qanday fikr yuritib bo'lmaydi, chunki ular tarqoq va har xildir. Shuning uchun ham navbatdagi vazifa to'plangan ma'lumotlarni bir tizimga keltirish, ya'ni tartibga solish, umumlashtirishdan iboratdir. Bu muammo statistikada jadval, ya'ni jamlash, svotkalash, ya'ni metodini qo'llash bilan hal etiladi. Jamlashdan statistik tekshirishning ikkinchi bosqichi boshlanar ekan. Demak, jamlash, ya'ni statistik jamlash, svotkalash deganda har kuni radio va televizorda beriladigan informatsiyani tushunmaslik kerak. Informatsiya ma'lum bir ishning bajarilishi to'g'risidagi tezkor, ya'ni operativ xotiradir. Demak, bu yerda biz informatsiya, axborot bilan statistik ma'lumotni farqiga borishimiz kerak ekan, bir-biri bilan adashtirmasdan turib. Statistik svotkalash deganda to'plangan ma'lumotlarni ilmiy tekshirishdan ko'zlangan maqsad va vazifalar nuqtai nazaridan qayta ishlash tushuniladi. Statistik jamlash, hisoblash texnologiyasiga qarab oddiy va murakkab, tashkil qilinishiga qarab esa markazlashgan va markazlashmagan jamlarga bo'linar ekan bu yerda. Oddiy jamlash deganda olingan ma'lumotlarning umumiy yakunlarini hisoblash tushuniladi. Masalan, umumiy universitetdagi talabalar soni, viloyatdagi aholi soni yoki ishlab chiqaruvchi korxonalar, firmalar sonini tushunsa bo'ladi. Murakkabda esa to'plam birliklari guruh va guruhchalarga ajratib, ularning har biri umumiy bo'yicha jamlab chiqariladi. Ya'ni aholi haqida ma'lumot to'planyaptimi? Misol uchun aholini 3 toifaga bo'lib o'rganish mumkin. Ehtiyojmand, o'rta, yaxshi yashaydigan yoki tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanyaptimi? Ularni ham bir 5 xil holatga o'zining tovar oborotidan kelib chiqqan holatda ajratish mumkin. Talabalarda ham kontrakt, budjet yoki qiz bola, o'g'il bola yosh bo'yicha bir nechta guruhlarga ajratilib hisobini olsak bo'lar ekan. Ikkinchisi, demak, markazlashgan jamlashlarda barcha ma'lumotlar bir yerga to'planib, o'sha yerda qayta ishlanadi. Masalan, aholi ro'yxati ma'lumotlarini qayta ishlash. Demak, o'sha aholi ma'lumotlari dastlab mahallalarda, keyin tumanlarda, viloyatlarda va respublikaga yig'ilib, qayta ishlab, ya'ni tahrirlanadi, shakllantiriladi. Markazlashmagan jamlashlarda ish pog'ona amalga oshiriladi. Masalan, dastlab o'sha ma'lumotlar, demak, yig'ilgani tumanning o'zida saralab bir qancha bosqichda, keyin viloyatda va hokazo mana shu tartibda davom ettirilaveradi. Xo'p, statistik jamlash bir qancha bosqichlardan amalga oshiriladi va u quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi. To'plangan ma'lumotlarni qayta ishlash rejasi va dastur tuziladi. Birinchi. Ikkinchi, to'plam birliklari o'rganilayotgan belgi bo'yicha guruhlarga ajratiladi. Uchinchisi, har bir guruh va umumiy to'plam bo'yicha jamlab chiqariladi ekan. To'rtinchisi, natijalar statistik jadvallarga joylashtiriladi va grafiklarda tasvirlanar ekan, qulayroq, osonroq ko'rish maqsadida. Demak, bu yerda aytyapti, guruhlash metodi mohiyati, ahamiyati va turlari bo'yicha statistik kuzatish, ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilishning keng tarqalgan metodlaridan biri guruhlashdir. Statistikada guruhlash deb to'plam birliklarini eng muhim belgilari bo'yicha bir xil guruh va guruhchalarga ajratib o'rganishga aytilar ekan bu yerda. Guruhlashning maqsadi va ahamiyati. Ya'ni birinchisi bu katta hajmdagi ma'lumotlarni tartibga solish. Ikkinchisi belgilar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash ekan. Tendensiyalarni ko'rish va tahlil qilish, ya'ni keyingi analiz va prognoz uchun asos yaratish. Guruhlash turlari, oddiy guruhlash bitta muhim belgi bo'yicha ajratish, masalan, yosh bo'yicha.
demak 18 yoshgacha bo'lgan bitta guruhga, 19 yoshdan 33 yoshgacha bitta guruhga, 36 yoshdan 60 yoshgacha bitta guruh va 61 yoshdan nariyog'i, ya'ni 80 yosh, 90 yoshgacha deb hisoblaydigan bo'lsak, guruhlarga ajratib o'rganish mumkin ekan. Bu oddiy guruhlash. Ko'p belgili guruhlash, ya'ni bir nechta mezon bo'yicha ajratish. Masalan, yosh va daromad bo'yicha guruhlar, ya'ni yosh guruhlar daromad kategoriyalari bo'yicha. Ya'ni yoshiga nisbatan qancha daromad oladi yoki yoshiga nisbatan nima ishlar qilingan yoki qancha bilim yoshiga nisbatan bor degan ma'noda. Xo'p, intervallar bo'yicha guruhlash, ya'ni uzluksiz o'zgaruvchilarni ma'lum interval oralig'iga ajratish. Masalan, o'quvchilarning baholarini demak 50 ballgacha bitta oralikda, ikkinchisi 51 dan 70 ballgacha, 71 dan 85 gacha hamda 86 dan 100 ballgacha qilib har xil o'sha pog'ona o'quvchilarning baholarini misol qilib olsak bo'lar ekan. Guruhlash metodi oldida o'rganilayotgan to'plam birliklarini tiplarga ajratish, hodisalar o'rtasidagi bog'lanishlarni va to'plam tuzilishini o'rganish vazifalari ham turadi. Bu vazifalar guruhlashning 3 tipologik analitik tuzilmaviy turlaridan foydalanish orqali hal qilinar ekan bu yerda. Aholi jinsi bo'yicha bular birinchisi. Guruhlarga ajratish, sinflarga bo'lish, mulkni davlat va shaxsiy mulkka bo'lish va boshqa tipologik guruhlarga ajratish misol bo'la oladi. Misollardan ko'rib turibdiki, o'rganilayotgan to'plamning turli xildagi birliklari har xil tiplarga, ya'ni turlarga ajratib guruhlash yordamida sifat jihatdan bir xil guruhlashlarga, ya'ni tiplarga ajratilar ekan bu yerda. Ikkinchisi analitik, tahlil qilish. Guruhlashdan maqsad hodisalar o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganishdir. Masalan, chakana savdo do'konlari muomala xarajatlari, hajmi, rentabellik darajasi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish uchun do'konlarni muomala xarajati hajmi bo'yicha guruhlarga ajratib, har bir guruh uchun rentabellik darajasini hisoblaymiz. Agar muomala xarajatlari oshib borishi bilan rentabellik darajasi oshib borsa, ular o'rtasida to'g'ri bog'lanish mavjud. Aksincha bo'lsa, demak teskari bog'lanish mavjud ekan bu yerda. Tuzilmaviy guruhlash, taqsimot qatorlari, variatsion qatorlar yorqin misol bo'ladi. Ushbu savollar kelgusi mavzuda demak ko'rilar ekan. Tuzish usuliga qarab guruhlash quyidagi turlarga bo'linar ekan. Ya'ni umumdavlat klassifikatorlari, matematik va ekspert analitik metodlar asosida guruhlash, bir o'lchovli yoki ko'p o'lchovli guruhlashlarga bo'linar ekan bu yerda. Guruhlar soni aniqlangandan keyin muhim masala guruhlar oralig'ini, intervalini aniqlashdir. Oraliq intervalda guruhdagi eng maksimal katta va kichkina farqi tushunilar ekan guruhlarning. O'rganilayotgan belgi birliklarining taqsimlanish xarakteriga qarab guruh oralig'i teng va teng bo'lmagan guruhlar bo'lmagan holatda ham ochiq va yopiq maxsus ko'rinishlarda bo'lishi mumkin ekan. Demak, teng degani bir o'sha guruhlar bir xil raqamlarda farq qiladi. Teng bo'lmagan har xil guruhlarning oraliq farqlari har xil raqamlarda ifodalangan bo'ladi. Ochiq degani bu kirmaydi. Masalan, o'sha guruhning oxirgi va boshi, yopiq degani to'rtburchaqovuz bilan kiradi deb bu yerda biz keltirib ketsak bo'ladi. Agar belgining variatsiyasi juda tor chegarada namoyon bo'lib, taqsimlanish birmuncha tekis bo'lsa, oraliqlar teng qilib belgilanadi. Teng oraliqlar deyilganda barcha guruhlar uchun bir xil bo'lgan oraliq tushunilar ekan. U quyidagi tushunlar ekan. Demak, I teng x maksimumdan ayrilyapti x minimum, ya'ni eng katta ko'rsatkichdan eng kichkina ko'rsatkich ayrilyapti, bo'lyapti kichkina n ga. Kichkina n bu yerda nima ekan? Xo'p, guruhlar soni. Bu yerda I oraliq kattaligi, oraliq razm safar, x maksimum belgini eng katta qiymati, x minimum eng kichik qiymati bu yerda. Katta n to'plamdagi birliklar soni, kichkina n guruhlar soni, umumiy guruhlar to'plamdagi birliklar soni. Masalan, to'plamimiz 40 ta bo'lsa, kichkina n guruhlar soni, ya'ni 5 ta, 6 ta, 7 ta hozir aniqlashtiramiz. Agar guruhlar soni aniq bo'lmasa, ularni optimal sonini Sturges formulasi bilan aniqlaymiz ekan. Demak, 1 plus 3 butun mingdan 322 logaritm ko'paytirilgan n, ya'ni n bu yerda katta n o'rniga guruhlarni umumiy sonini qo'yganimizda necha raqam chiqaryapsa, shuncha guruhga ajratish mumkin degan ekan bu yerda. Tushunarliroq qilish uchun hozir bu yerda jadvalda aytib o'tamiz.
faraz qilaylik, savdo korxonalarining oylik tovar oboroti 50 million so'mdan 80 million so'mgacha bo'lsa, ularni 6 ta teng